Xayrli kun o'zbegi Oro Brand Germany klientlari uchun bir-biridan ajoyib bo'lgan shunaqa ko'rib turgan sovg'alaringizni olganman. Siz klientlarimiz uchun O'zbekistonga bularni jo'nataman. Hammasi juda ham zo'r va chiroyli upakovkalarda qilingan. Yangi yil uchun faqat chegaralangan miqdorda qilinadi. Hozir hammasini birgalikda obzor qilamiz. Menimcha yaxshilab o'tirib olishim kerak. O'tirib olib, boshidan sizga ko'rsataman. Mana shunaqa ko'rinishda korobchkali to'rttalik setimiz, geljelar dushi, body losyoni, skrabi hamda badan uchun yog'i bor. Juda ham zo'r ko'rinishda Laura Ashley brandidan shunaqa chiroyli korobchkada yangi yil seti, mana ko'rishingiz mumkin. Juda ham kam miqdorda jo'natyapman. Bu imkoniyatdan foydalanib qoling. Keyingisi L'Occitane brandidan shunaqa setimiz, juda ham chiroyli upakovkalarda hozir ko'rsatyapman. Atigi bir dona jo'natyapman. Shunaqa sumchkalarda bo'ladi. Mana ko'rsataman. Hozir ichida nimalari bor? Buni tarkibi L'Occitane'da asosan tabiiy foydalaniladi. Mana bunaqa geljelar dushi, sumchkada bo'ladi shunaqa. Body losyoni hidlari juda ham zo'r. Ko'rinishini ham ko'ryapsizmi? Rangi qanaqa chiroyli, men sevgan ro'z rang. Shunaqa qo'l kremi, 3 tali setimiz shunaqa sumchkada jo'natilyapti. Bu imkoniyatdan foydalanib qoling. Christian Bretondan shunaqa 2 tali setimiz, serumi va kremi. Bu qanaqa yuz terilari uchun yuzi yaltirab turishini xohlaydigan, glowy effektda bo'lishini xohlaydigan ayol qizlarimiz uchun tavsiya qilinadi. Yuzingizni juda ham sezilarli darajada tiniq ko'rinishini ta'minlab beradigan setimiz. Shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bu imkoniyatdan foydalanib qoling. Idishlari ham juda ham zo'r. Bu Fransiya mahsuloti. Christian Bretondan yana shunaqa setimiz, 2 tali rozli chiroyli rangda, tarkibi gialuronli, yuz terisi juda ham nam ko'rinishda bo'lishini xohlaydigan, yuz terisi qurib ketadi va yuz terisini nam holatda ushlab turishni xohlaydigan klientlarimiz uchun tavsiya qilinadi. Shunaqa 2 tali setimiz, tarkibi gialuronli va argan tarkibdan iborat bo'lgan serum hamda krem, juda ham shunaqa 96 va 100% darajada tarkibi aniq ishlab chiqarilgan. Natijasini ham tez sezasiz. Bu Fransiya mahsuloti. 3-chi mahsulotimiz Christian Bretondan shunaqali chiroyli ko'rinishda serum. Bu qarib ketishni xohlamaydigan, qarishni tan olmaydigan klientlarimiz uchun tavsiya qilinadi. Ufkalarda hozir ko'rsataman. Mana ko'ryapsizmi? Xuddi oltinga o'xshaydi. Mahsulotimiz juda ham sevib oldim bu mahsulotlarni. Sababi juda ham chiroyli upakovkalarda. Ko'ryapsizmi? Qanaqa chiroyli upakovkalarda. Bunisi ham cherryli, bunisi ham, qarang, ikkalasi ham 2 xil rangda, lekin ichida bir xil ko'rinishda setdan iborat. Juda ham chiroyli upakovkalarda yangi yilda sovg'aga bersangiz ham, o'zingiz xursand qilsangiz ham maza qilasiz. Shunaqa chiroyli ko'rinishda mana keling bunisini ochib ko'rsataman. Mana 5 talik setimiz bo'ladi va shunaqa ko'rinishda kartochkalardan iborat, kayfiyatingiz ko'taradigan. Mana hozir sizga bittasini ochib ko'rsataman. Mana ichida shunaqa ko'rinishda sovun va bunaqa ichida ikkita narsa bo'ladi, kichkina korobchkaning ichida va ikkinchisini ochyapman. Mana ko'rishingiz mumkin. Qanaqa chiroyli upakovka qilingan. Mana bittasini ko'rsataman. Mana ko'rishingiz mumkin. Shunaqa bamballi geljelar dushi. Mana sizga ochib ko'rsatdim. Zakaz qilishingiz mumkin. Shunaqa chiroyli upakovkalarda siz uchun maxsus ketadi. 5 ta narsa bor korobchkalarda ichida. Patarchini ko'rsataman yaqinda. Declayer'dan shunaqa setimiz, bu Shveysariya mahsuloti, ko'z osti va yuz uchun krem 2 tali setdan iborat. Zakaz qilishingiz mumkin. Bu yuz terisi doimo yosh bo'lib qolishini xohlaydigan, ajin tushishini oldini oladigan setimiz hisoblanadi. Tali setimiz bu Shveysariya mahsuloti hisoblanadi. Juda ham mashhur, klinik testdan o'tgan va kosmetologlar Germaniyada foydalanadigan mahsulot. Bu yuz terisi quruq bo'lgan klientlarimiz uchun gel hamda yuz terisi quruq bo'lgan klientlarimiz uchun krem. Tezroq natijaga erishishni xohlaydigan, yuz terisi nam holatda bo'lib turishini, qurimasligini xohlaydigan klientlarimizga tavsiya qilinadi. Laura Ashley'dan 2 tali setimiz, badan uchun, teri uchun yog' hamda body lotion, terisi nam holatda bo'lib turishini va doim oziqlanib turishini xohlaydigan klientlarimizga tavsiya qilinadi. Mana Laura Ashley'da shunaqa chiroyli 4 tali setimiz, buni kichkina variantini sizga ko'rsatdim. Endi esa katta variantda 4 ta setdan iborat. Teri uchun yog' hamda skrabi va body losyoni hamda geljelar dushi. Kiyimimga mos ekan, ko'ryapsizmi? Yashil ekan bu ham. Tavsiya qilaman, o'zim juda ham sevib ishlataman bu mahsulotni. Va men sevgan mahsulot tarkibi lavandali 5 ta setdan iborat bo'lgan Royal Garden mahsuloti. Tana uchun yog', geljelar dush, losyon, qo'l uchun krem, 5 tali setdan iborat. Mana ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli upakovkalarda chiqqan. Bir dona jo'natyapman. Foydalanib qoling bu imkoniyatdan. Fazidakdan shunaqa chiroyli upakovkalarda 4 tali setimiz va ichida yangi yil uchun har xil kartochkalardan iborat, har kuni qiziqtirib sizni o'qitishga majbur qiladi. 4 tali set nimalari bor? Geljelar dushi, body losyoni hamda qo'l kremi va yana bittasi skrab. Bu 4 tali set. Mana ko'rishingiz mumkin. Shunaqa chiroyli upakovkalarda bo'ladi, cheklangan miqdorda chiqqan. Royal Gardendan xuddi boya kattasini sizga ko'rsatdim. Bu boshqacharoq varianti. Mana ko'rishingiz mumkin.
Bu ham Royal Garden'dan edi. Bu 5 tali set, bu esa 4 tali setimiz. Ichida nimalari bor? Shunaqa candle bo'ladi, shami va ikkita gelzela dushi, body losyoni va badan uchun yog' bor, teri uchun yog'. 4 tali setimiz shunaqa chiroyli upakovkalarda qilingan. Kim olsa ham maza qilib kayfiyat ko'tarilib ishlatadi. Upakovkalari ham ichi ham juda ham zo'r qilib tarkiblangan lavanda ekstraktli 4 tali setimiz. Shvetsariya mahsuloti Lakledan shunaqa 2 tali setimiz. Germaniyada kosmetologlar bu mahsulotni sevib ishlatishadi. Yuz terisi quruq bo'lgan klientlarimizga tavsiya qilinadi. Yuz yuvish vositasi hamda yuz uchun krem shunaqa 2 tali setda bo'ladi. Upakovkalarni qarang, qanaqa chiroyli. Germanskiy oyoq kiyimlar obzori hozir siz bilan birga ochib ko'ramiz. Germanskiy kiyimlar, oyoq kiyimlar zakaz qilishingiz mumkin. Nimalar bor? Ochib ko'ramiz buni. Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi va tarafdan qo'yamiz. To'rtinchisi, 4 ta oyoq kiyim siz bilan birgalikda hozir ochib ko'ramiz. Nimalar bor? Birinchisidan boshlaymiz. Mana Graceland brendidan oyoq kiyim bor buning ichida. Shunaqa upakovkalarda bo'ladi, chiroyli. Shunaqa sapokcha. Mana sifatini ko'rsataman. Germanskiy bular. Mana ikkinchi poyi. Mana shunaqa chiroyli. Mana ko'rishingiz mumkin sifatini. Sen nima qilamiz? Oyoq kiyim ko'rsatdik, mana shuning uchun ko'rsatyapman. Mana. Birinchi oyoq kiyim. İkincisi Five Avenue brendidan kojali. Shunaqa yuqori sifatli sapok. Sifati juda ham zo'r. Mana ko'rishingiz mumkin. Shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bu женский ayollar uchun sapok shunaqa. Juda ham sifati zo'r. Shunaqa etiketkalari bilan birga. Reker brendidan bu erkaklar oyoq kiyim ishlab chiqaradigan brend, juda ham sifati zo'r bo'ladi. Mana hozir ko'rsataman sizga. O, mana. Ko'ryapsizmi? Shunaqa stilda. Ko'rsataman yaxshilab. Mana. To'rtinchisi Tom Taylordan. O'sha mashhur Tom Taylordan mana shunaqa oyoq kiyim. Ko'rishingiz mumkin sifatini. Mana. Va keyingi oyoq kiyimimiz koja buni usti materiallari. Bu Gamer Active dan shunaqa ko'rinishda, krossovka ko'rinishida oyoq kiyim. Asosan qishda kiysa bo'ladi buni. Sifati juda ham zo'r. Mana ko'rsataman.